Sarvar olamdan o'tganlardan keyin Abu Bakr kelib so'radilar. Bir sekretning ishlari bormi dedilar. Ha, sekretning ishlari bor edi dedilar. Nima desalar, bir muhtoj insonga yordam berib berarkanlar. Kirsalar, bir ko'r, qo'l oyog'i shol inson ekan. O'shanga qo'l oyoqlarini masaj qilyotsalar, u gapirayotganmish. "Ey, nimcha qo'llaring qattiq bo'lib ketdi, nimcha qiynalayotsan meni" debdilar. Keyin non berayotgan ekanlar. "Nimcha nonni oldin chaynab berarding-ku, nimcha og'zimga loqta-loqta tiqib qolsan" debdi. Keyin yetib qoldi shu ko'r inson. Shunday sarvari olam degan narsa odam chiqdi. Shunday gaplarni gapirib o'tgan ekan. Ularning gaplariga quloq solmagin, xo'pmi debdilar. Shunda Abu Bakr ko'zlariga yosh kelibdi. Sizga shuncha yildan beri yordam bergan odam shu edi-ku. Shu edi-ku sizga yordam bergansilar. Shu odam nimaga degan ekan bilasizmi? Ey Alloh, ko'zlarimni ko'r qilding. Qo'l oyog'imni shol qilding. Qalblarimni ham ko'r qilgan ekansan-ku. Qalblarimni ochilganingga laqirgin. Umr bo'yi azob tortdi. Lekin qalblar ochilish sababchi bo'ldi. Yaxshilikni besabab qilinglar, qilaveringlar. Besabab qilinglar. Nima uchun sabab qo'llaysizlar? Har kiminglar yaxshilik qila olmaysizlar. Nima uchun? Boyaga gapirdim. Endi shu qalblaringlarni yumshash uchun do'stlar kitob o'qishinglar kerak. Yumshamaydi, o'q olmaysizlar. Otib tashlasa ham o'q olmaysizlar. Qalblaringlarni yumshash uchun ilm kerak.